Agar sizni ham farzandlaringiz anori o'zini yeyishni yoqtirishmasa, unda shu shirinlikni tayyorlab bering. Assalomu alaykum qizlarjonlar, qalisizlar, yaxshimisizlar? Shunaqa umuman bolalarim anori o'zini yeyishni umuman yaxshi ko'rishmaydi. Shuning uchun anorli shokoladni ularga tayyorlab bermoqchi bo'ldim. Ikkita anorni shunaqa tozalab oldim, ichiga bitta yogurt qo'shdim. Shunaqa qilib qoshiq bilan solib chiqdim. Morozokaga qo'yish uchun tayyorladim. Anorlarni shunaqa qilib shakl chiqarib dumaloqcha qilib qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Qo'yilgandan keyin ozgina morozelkada turadi. Morozelkadan olingandan keyin ikkita plitka shokoladni eritib oldimda, erigan plitka shokoladga anorlarni botirib olib, yana ozgina, juda ham ko'p emas, bir 2-3 minutcha morozelkaga qo'yib qo'ydim. Juda ham tez tayyor bo'ladigan shirinlik. Ozgina xona haroratiga ham chiqarib qo'ysanglar, morozelkadan keyin farzandinglar mazza qilib yeyishadi. Bitta tayyorlab ko'ringlar, juda ham zo'r shirinlik chiqar ekan.